qilib chiroyli video tayyorlaymiz. Buni ustida 2 soat, 3 soat ishlaymizda YouTube'ga qo'yamiz. Shuncha mehnatga like, kommentariyasi yoki bo'lmasam ko'rishlar soni juda pastda, 200 300 ta, 1000 tacha bo'lyapti. Lekin klient xohishiga qarab ikkita kreslo qilib berilgan, hojatda hojonalarimiz uchun tepaga bitta, pastga bitta qilingan. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan YouTube kanalimiz orqali ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi obzorimiz ozgina boshqacharoq bo'ladi. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar YouTube platformalarida yoki bo'lmasam Instagramda, xullas mebel narxini sindiramiz degan videolar ko'p chiqyapti. Keyin shu bo'yicha men o'zimni shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Bundan tashqari ko'p opalarimiz, akalarimiz kommentariyaga ham yozyapti, bundan tashqari telefon qilib ham aytyapti, sizda narx ozgina balandroq ekan deb. Agar rostdan baland bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring, o'zingizni xulosangizni kommentariyaga yozib ketasiz. Endi qaranglar. Bitta narsa, endi bu meni shaxsiy fikrim. Keyin biz o'zimizni qilayotgan rasxodimizdan yoki qilayotgan foydamizdan kelib chiqib aytaman. Men shaxsan o'zim ayta olamanki, shu videodagi narxlarda menga qoladigan foyda 500 ming so'm. Men buni ochiq oydin ayta olaman hammaning oldida, yashirinmayman. Endi mehnat qilganga yarasha shu narsani mas'uliyatini olib, klientga o'zini xohishdagi idealdagi mebelni yetkazib berish uchun 500 ming menimcha foyda o'zi aslida kam. Yana agar sizda qanaqadir fikr bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Demoqchi bo'lganim, agar hozir men bu narxdan pasaytiradigan bo'lsam, do'stlar, nimani evaziga pasaytira olaman? Men to'g'risi foydadan pasaytirish niyatim yo'q. Foydadan pasaytira olmayman, sababi endi mehnat qilganga yarasha 500 ming so'm foyda qilmasak bo'lmaydi. Endi men agar pasaytirsam, nimani evaziga pasaytira olaman? Birinchidan, biz gubkalarni, ya'ni machalkalarni 12 santimetrli machalka paralon ishlatamiz. Sidina qismiga stullarni. Biz narxni pasaytirishimiz uchun, qo'shtirnoq ichida sindirishimiz uchun 9 santimetrli qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin suyanadigan joyiga 3 santimetrli machalka ishlatamiz, что tugma bo'rtib qolmasligi uchun. Endi uni biz narxni pasaytirish uchun 2 santimetr yoki 1,5 santimetrli machalka qo'yishimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari 4 slot kraska sepishni o'rniga 2 slot yo 1 slot yo 3 slot bilan chiqarishimizga to'g'ri kelib qoladi. Keyin stollarimiz, agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, video obzorlarimizda MDF dan stol qilamiz, uni laminatga o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Xullas, qo'yingki, men hozirgi paytda odamlarda o'zi qo'lida pul kam, endi qishdan sovuqdan chiqdi deb turib juda ko'pchilik ustalar o'zini foydasidan kechib narxni arzonlashtirgan bizga o'xshab. Agar men yana ham arzonlashtiradigan bo'lsam, meni fikrim bo'yicha bu narxni sindirishga kirmaydi. Bu klientni orzusini, klientni istagidagi mebelni olish haligi orzusini sindirishga kiradi deb o'ylayman. Sababi uje endi bundan bu narxdan ham pasaytirmoqchi bo'lish uchun shunaqa haligi sifatli yaxshi narsalarni o'rniga uni o'rnini bosadigan sal mundayroq narsalarni, xomashyolarni ishlatishga to'g'ri kelib qoladi. Endi misol hammamiz o'zbekmiz, musulmonmiz, o'zimizni birodarimiz qiynalib 3-4 oy, 5-6 oy ishlab pul yig'ib shu mebel olyapti. Hech bo'lmaganda 6-7 yil xizmat qilib berish kerak bu mebel. Shu sababdan do'stlar, o'zingizlar videoni ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar narxlar bo'yicha. Bu hozirgi videodagi mebellar qilingan rasxodga qarab turib narx qo'yilgan. Narxga qarab rasxod qilinmagan. Bu ikkala gap ikki xil ma'noda. Hozir chuqurroq tushuntirib beraman. Biz shu narsani o'zimiz bozor taklifidan kelib chiqib, narxdan kelib chiqib, keyin boshqa raqobatchilar bilan solishtirishdan kelib chiqib turib rasxod qilganimizda, rasxodimizni hisoblab turib, o'sha 500 ming foydani qo'shib turib, keyin bu narsani narxini belgilayapmiz. Endi ko'p magazinchilar telefon qiladi yoki bo'lmasam ko'p klientlarimiz telefon qiladi. Shu narsani misol uchun 6,5 millionga mebelni misol 6 millionga qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Akalar, opalar, shu narsani 5,5 millionga qilsa bo'ladi. U videoda, rasmda uncha ko'rinmaydi, qachonki yaqinlashtirib ko'rsatmagungacha bilinmaydi uni. Rasxodi bir xilga o'xshab turaveradi. Lekin qilsa bo'ladi. Bitta komplekt mebelni kerak bo'lsa 5 xil narxda chiqarib bersa bo'ladi. Unda narxga qarab rasxod qilingan bo'lib qoladi. Shuni to'g'ri tushunib olinglar. Men bu hammasi meni o'zimning shaxsiy fikrim. O'zingizni xulosangizni kommentariyada yozib keting. Keyin videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin ham o'zingizni xulosangizni yozib qo'ysangiz xursand bo'laman. Videoda shu kunlarda mebel olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar, chunki narxlar уже ko'tarilishni boshlaydi. Nimaga deganda, bilasizlar, O'zbekistonda to'kda gaz narxi ko'tarildi 1-apreldan. Biz fuqaro bo'lib misol uylarda uncha sezilmadi bu narsa, lekin yuridik shaxslarda ancha qimmatladi. Endi buni zapchasini ishlab chiqaradiganlar hammasi O'zbekistondagilar bular yuridik shaxs hisoblanadi. Ularda nima desa bo'ladi, uje rasxodi oshdi. Bundan do'stlar, xullas ko'p gapirib yubordim, endi ming bor uzr. Bu komplekt 10 kishilik bo'lgan, Toshkentga chiqarilyapti. Stol 275 ga 120, akvarium, smala oyog'dan bo'lgan, stullar 100% yong'oqdan, xudo xolasa sifatiga garantiya beriladi. Bu ishimiz 7,5 million so'mga chiqadi. Xuddi shunaqa bo'lib. Endi buni 20 talik, 12 talik, 14 talik qilib beraveramiz. Telefon qilinglar, ekranda pastda nomer turibdi. Xo'p, keyingi ishimiz do'stlar, ko'rishingiz mumkin, Xitoy atirgul deymiz, 3D oyoqlari. 3D roverdan chiqqan, bu ham stullar yong'oq yog'ochda bo'lgan. Klient xohishiga qarab ikkita kreslo qilib berilgan, hojatda hojonalarimiz uchun tepaga bitta, pastga bitta qilingan. 12 kishilik komplekt, stol razmeri 340 ga 120, kreslo bo'lganligi uchun oldida bitta turadi. Nargilarda ikkitadan bemalol sig'adi, okruglik qilib aylantirib beradi. Lekin bunda kreslo bo'lgani uchun bitta turadi, shu sababdan stoli 340 qo'yilgan. Xom taxta bo'ladi, stoli MDF, rossiyskiy laminatsiya qilingan tepasi, behijolat issiq suv, sovuq suv ko'taradi. Bu komplektimiz 7 million so'mga chiqadi mana shu holatda. Agar kreslo bo'lmasa 6 million 600 ming so'mga chiqadi. Har bitta kreslo uchun 200 ming so'mdan rasxod qo'shiladi. Mana shu bir juft deymiz. Shu bir juftga 200 ming so'm rasxodga qo'shiladi xolos. Bunga foyda qo'shilmaydi do'stlar. Buni ham nechtalik xohlasanglar qilib beraveramiz. Bitta narsada mana shu yerda mana shu ishlarni qilish uchun 6-7 ta bola ishlaydi, mehnat qiladi, juda chiroyli qilib sizlarga hamma ma'lumotini o't ido berishga harakat qilib chiroyli video tayyorlaymiz. Buni ustida 2 soat, 3 soat ishlaymizda YouTube'ga qo'yamiz. Shuncha mehnatga
like, kommentariyasi yoki bo'lmasam ko'rishlar soni juda pastda, 200-300 ta, mingtacha bo'lyapti. Lekin bitta emas, umuman buzuqlikni targ'ib qiladigan qizlarga kiradigan bo'lsangiz, Instagramida ham yoki YouTube kanalida ham kirsangiz, endi shunaqa like ko'p. Do'stlar, kommentariy yozyapsizlar, to'g'ri, misol uchun kommentariyalarda ularga nisbatan negativ yozilyapti. Lekin bitta narsani tushunib olinglar, YouTube'da ham, Instagramda ham algoritm shunaqa ishlaydiki, kommentariy negativ yoziladimi, pozitiv yoziladimi, farqi yo'q, rekomendatsiya chiqishga yordam beradi. Shunga sizlardan iltimos qilamiz, agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, shu Sexti kanali obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha obzorlarni qilib beramiz, chiroyli qilib. Hamma mebellar bor, YouTube kanaliga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Keyin shu videoga like bosib, o'zingiz izohlarda xulosangizni qoldirib qo'ying. Xo'p, bu Xitoy atirgulimiz yana ko'rishingiz mumkin. Bu chinor yog'ochda bo'lgan, 100% chinorda, nargisi yong'oq yog'ochda bo'lgan edi. Bu chinorda bo'lgan. Bu ham 12 kishilik komplekt bo'lgan. Machalkalari boya aytib o'tdim, 12 sm da atachento material, orqasi 3 sm, hammasiniki broshka qilingan. Bunaqa ko'rishingiz mumkin. Broshka qilingan. Stolini razmeri 320 ga 120, stoli MDF da. Endi hozir zakazlarimiz juda ko'p, shunaqa 10 ta, 12 talik bo'lyapti. YouTube kanalimizga o'tsangiz 18 ta, 20 ta, 24 taligini ham qo'yganmiz. Zakaz nechtalik bo'lsa shunaqa qilib beramiz. Bu ishimiz 6 million 800 ming so'm chinor bo'lganligi uchun, agar yong'oqdan bo'lsa 6 million 600 ming so'm bo'ladi. Chinor bilan yong'oqda xizmat qilishi bir xil, xizmat qilishi, lekin nima desa bo'ladi? Chinor kamayib ketdi, shu sababdan qimmatroq kelyapti kuba yog'ochi. Shu sababdan. Stoli MDF dan. Xon taxta bo'ladi. Bu ham xon taxta bo'ladi, stol MDF, 12 kishilik bo'lganligi uchun 320 ga 120. Stullar buniki yong'oq yog'ochda, ko'rishingiz mumkin. Buni nargilardan farqi, tepasi Monika gul deymiz buni. Nargilar Xitoy guli edi, bu Monika gul. Keyin oyog'ida 3D roverda gul o'yilmagan, ko'rayotgan bo'lsa. Buni farqi shu, oyog'ida guli yo'q, lekin bu ham yong'oq yog'ochda bo'lgan, Monika gul deymiz, 12 kishilik. Buniki ham xullas hamma joyi rasxoti bir xil, qolgan ishlar bilan eng qimmatiga ham o'sha $2000, $1500 sotayotgan ishlarimizga ham bir xil kraska gruntovka ishlatiladi, machalkalar hamma yo'q bir xil ishlatiladi. Bunda ham shu narsa ishlatilgan. Faqat buni fasoni arzonroq, ko'rinishi arzonroq, endi o'ziga yarasha aksessuarlari arzonroq bo'lgan, stoli ham shunga yarasha 320 ga 120. Xullas shu komplektimiz 6 million 200 ming so'm. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha imkoniyati bor. Do'stlar, shu sababdan ulgib qolinglar. O'zi biz bilmaymiz qachon narxini ko'taramiz, lekin albatta narx ko'tariladi, chunki voqealar rivoji shunga borib qadalyapti do'stlar. Hozir bitta to'shni narxi ko'tarilgani uchun hozir kamida mana shu bitta stolga $2 qo'shiladiganga o'xshab turibdi. O'sha zapchastlarning narxi ko'tarilgan, bu yerda to'shni narxi ko'tarilganini ham hisobiga. Endi undan u yog'ini o'zingizlar hisob kitobini chiqarib olasizlar. Smaladan ishimizni oldingi videolarda ko'rgansizlar do'stlar. Ko'rmaganlar bo'lsa, buni tayyor bo'lgan holatida kimga qiziq bo'lsa Telegramga yozinglar, tashlab beramiz. Bu smala ABS plastmassa deymiz buni. Buni karkasini olib kelib beradiganlar bizga 10 yil garantiya beradi. Biz ham bemalol qo'rqmasdan bera olamiz. Yonboshlarini ham bitta ko'rib qo'yasizlar do'stlar, chekalarini. Keyin orqalari ham oldi bilan bir xil gulli bo'ladi. Bu ancha gabariti katta bo'ladi do'stlar. O'zi mana ishimiz o'zi katta ish. Mana bu narsa. Endi bitta tepadan ko'rsatsa, sidinasini ham obunachilar ko'rib oladi. Vobshe katta ishlangan. Bemalol ayta olaman, 150 kilolik odam bemalol sig'adi. Yuk ko'tarishi 200 kilo, 200 kilodan oshiqroq yuk ko'taradi bu. Buni stoli birinchida ko'rsatganimizdek smala oyoq bo'ladi. Stolning tepasi akvarium bo'ladi. Xohlagan rangda, xohlagan materialingizni qo'yib beramiz, uyingizga moslab. 14 million 300 ming so'm chiqyapti bu ishimiz. 14 million 300 ming so'm. Xo'p, hozir o'sha bu yerlarni olib yig'ishtirib qo'ydik. Salqinga, sababi quyoshda turganda bitta narsani yana hisobini olinglar. Uylarga borgandan keyin ham ehtiyot qilinglar, pulga olgansizlar bu narsani, quyoshga bunaqa qilib qo'yib qo'ymanglar. Chunki baribir quyosh hamma narsaga aks ta'sir qiladi, o'zingizlar bilasizlar. Xo'p, bu ishimiz bu yoqqa o'tib olsang, mana yaqinroq ko'rinadi. Bu ishimiz do'stlar diplomat deymiz, kresloli. Bu yig'ilishlar zaliga, ofislarga bo'ladi. Bu hozir baqateraydan qilingan, ya'ni asinadan 100% quruq. Ovozini ham eshityapsizlar. Agar ho'l bo'lsa, doq 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 degan ovoz chiqadi. Unda sharaqlab yotibdi. Quruq bo'lgandan keyin bu qaymaydi. Agar ho'l bo'lganda qayib ketardi. Buni bir donasini 450 ming so'mdan zakaz olingan. Buni ham xohlagan rangda qilib beramiz. Buni ham tayyori kerak bo'lsa, Telegramdan yozinglar. Tayyorlarni tashlab beramiz. Endi bundan bu yerdan boshqa ishlarimizni Telegram katalogimiz bor. Ekraningizning tepa qismida turibdi. Xuddi shunaqa deb yozadigan bo'lsanglar, Telegramingizda kanalimiz kelib chiqadi. Bu yerdan o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Hamma turdagi mebellarni, xudo xolasa, imkon qadar arzonroq. Arzon deya olmayman. Chunki hozir ko'rsatgan mebellarimiz rasxotiga qarab narx qo'yilgan. Narxga qarab rasxot qilinmagan. Bu narsa ikki xil tushunchada bu. Misol uchun biz o'zimiz mana shu ish sifatli chiqish uchun rasxot qilganmiz, hisob kitobini qilib turib, keyin narxini chiqarganmiz. Endi birarga magazinchi klientlarimiz bor. Telefon qilishadi. Xuddi deylik, mana shu fason, bu qimmatroq ishimiz. Buni ham tayyorini kerak bo'lsa Telegramingizga tashlab beraman. Xuddi shuni, misol uchun biz 7,5 million sotayotgan bo'lsak, xuddi shuni deydi, menga deydi 6 millionga tayyorlab ber deydi yoki 6,5 millionga yarasha qilib tayyorlab ber deydi. Ana unda narxga qarab rasxot qilinadi. Shuni tushunib olinglar do'stlar. Endi biz sizga hozir ko'rsatgan mebellarni boya aytganimdek, kerak bo'lsa 600 ming arzoniga ham qilib beraveramiz, lekin biz javob bermaymiz sifatiga. Xo'p, do'stlar, ko'p gapirib yubordim. Ming bor uzr sizlardan. Agar video yoqqan bo'lsa, men hamma bu videoda aytilgan narsalar meni shaxsiy fikrim, o'zimni dunyo qarashimdan kelib chiqib yozgan, aytyapman.
Siz qanaqa fikrdasiz shu aytilgan masalalar bo'yicha kommentariyada yozib qoldiring. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying. Agar yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa majbur emas. Rahmat.